15 yosh qiz keldi. Yuzda akne komedon bor. Unga желтый piling qilishgan. Желтый piling qilgandan keyin endi домашний uxotni tushuntirmagan, shu bilan jo'natib yuborishgan. U qizchada endi mayda dog'chilar ham paydo bo'lgan. Savolimchi kosmetologlarga. Желтый piling qildinglar, anamnes olinmagan, badanlar tekshirilmagan, faqat yuzda bo'lmaydi. Bir xil paytda badanda qo'l, mana bu orqa taraflarida ham bo'ladi. Aknelar. Nima problemani решать qilib bermoqchi edi shu kosmetolog желтый piling qilib? Bunaqa ishlanmaydi. Komedon akne bilan, тем более 15 yoshda unaqa ishlanmaydi. Lechение boshlaganmiz. Rezultati уже yaxshi. Hali 1 oy bo'lmadi. Lekin nimaga желтый piling akneni lechit qiladi deb o'ylashadi, bilmayman. Komediya lechение qilish kerak. Chunki bizani xalqchi aksiyani yaxshi ko'radi. U aksiya. Siz mana qarang, qaysidir stoyishchi kosmetologlarni aksiya qilganini ko'rganmisiz? Men necha yil bo'ldi, shuncha yil ichida aksiya qilmaganman. Yo'q aksiya. Men aksiya bo'yicha vashcha hech qayerga bormayman, ishonmayman. Yaxshi kompaniya, yaxshi firmalar hech ham aksiya qilishmaydi.